Evet, işimizi boshladik. Ob-havo yomg'irlik. Yomg'ir yog'moqda. O'netlar go'zalda, vay, o'netlarga borsangiz. Mana shahar mo'tarafda. Anjanga o'xshagan chuqur joyda joylashgan shahar ham. Baland osmon o'par binolar, bulutga kirib ketgan binolar. Anjanga o'xshagan chuqur joyda joylashgan shahar. Poytaxtimiz, Litvani poytaxtidamiz. Vilnyus deb qo'yadi. Musofirlarga bir klass bosib qo'ydilar. Endi tong otyapti bizda. Qosimjon, hello. Hello. Yoshlar duryapmiz mana cho'tga qilib. Hozir nechinchi etaj bu? 8-chi etajda uryapmizmi? 8-chi, 9 etaj. Musofir deyilganimiz beylar birinchi bo'lib kelib ishlarni boshlab mana ishlarni boshlayapti. Mesnilar, Belaruslar, Ukrainalar hali kelgani yo'q. Hali ish boshlagani yo'q. O'zbek tilini bilmaydi ekanda. O'zbek bolam chaqam deb tilim bilmasa kechga ishlaydi. Bular ertaga ketadi. Kun o'tsa bo'ldi bularga. O'zbekda maqsad bor. Bizning maqsadimiz bor. Maqsadimiz shu jannatga kirish. Alloh subhanahu va taoloning roziligini olish. Va farzandlarimiz, zurriyotlarimiz yaxshi o'qisin deb ota-onalarimiz bizni orzu-havaslarimizni ko'rib yursin deb hojlarga yuboraylik deymiz. Shu maqsadlarda bizda musofirliklarda Yevropalarda ishlab musofirlarga bitta o'zi bosib ketinglar. Qay qochdingiz Dostonbek? Yomg'ir yog'adi, yashil o'tloq.